Nozimani qotillari jazosini oladimi va ular kimlar bo'lgan? Ushbu videoni ko'ring. Albatta, izohlarda o'z fikringizni qoldiring, like bosib va kanalimizga obuna bo'ling. Advokat bugun chiqish qiladi. Albatta, Nozimani advokati chiqish qiladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, barchamizga ma'lum, Nozimaning masalasi bo'yicha jurnalistik surishtiruvlarimizni olib boryapmiz, maksimal darajada harakat qilyapmiz, barcha dalillarni to'plaganmiz, xabaringiz bor, advokatlar yo'llangan. Bugun o'sha advokatimiz shaxsan o'zlari chiqish qiladilar va yana bugun muhim narsani eslatib o'tmoqchiman. Xabaringlar bor, bu mavzu bo'yicha nafaqat O'zbekiston, balkimda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya va hattoki Turkiyadan ham kuzatib turishibdi. Bugun 10-aprel, ya'ni Koreyada shu Nozima bo'yicha sud net ekspertiza xulosasi bugun chiqadi. To'g'ri, bizda savollar juda ham ko'p. Mayt lekin O'zbekistonda lekin sud net ekspertiza xulosasi aynan 10-aprelda chiqyapti. Xo'p, u albatta bugun chiqadi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bu narsa chiqqandan keyin albatta hammasini o'rganib, tarjima qilib, bugun aynan mana shu detektiv o'z kanaliga joylaymiz. Bizani kuzatishda. Tanimaysiz, ha? Meni ismim Sitora. 20 yildan beri Koreyadaman, advokaturada ishlayman. Juda ko'p odamlarni qamoqdan chiqarib. Gaplashuvdim qizim bilan. Gaplashuvdim. Biz o'zimiz o'zim tarjimaman. Tarjimaman. Koreyadagi